Oylik 12 ming yevro. Hech qachon tasavvur qilmasangiz ham bu nozikkina qiz shunday maosh topayapti. Uning ismi Kimching. Bir vaqtlar uning hayoti vayron bo'lgan. Eri tashlab ketgan, qarzlar va singan yurak qolgan. Lekin u taqdirga shikoyat qilish o'rniga barchasini qo'lga oldi. Qora massa tayyorladi, ko'mirni bosdi, quyosh ostida quritdi. Tanasi ifloslandi, charchadi, lekin hech qachon taslim bo'lmadi. Vaqt o'tib, birinchi mashinasini sotib oldi, jamoat tuzdi, ombor ijaraga oldi va o'zining unikal formulasiga ega bo'ldi. Uning ko'miri uzoqroq yonadi, tozaroq yonadi va ko'proq issiqlik beradi. Xaridorlar bu kul ichidagi oltin deyishadi. Bugun unga o'nlab odamlar ishlayapti. Buyurtmalar esa butun mamlakatlardan kelmoqda. U endi sexda emas, balki biznes boshqarmoqda. Eng qizig'i, uni tashlab ketgan sobiq eri hozir undan ish so'rayapti. Endi savol, agar siz uning o'rnida bo'lganingizda sobiq turmush o'rtog'ingizga ish bergan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.